Juda ham past kaloriyali, lekin hidi ham o'zi ham xuddi korzinkaning nonidagi usti qursillab, ichi yumshoq chiqadigan, oson va tez tayyorlanadigan non retsepti bilan sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Alohida idish qilib o'tirmasdan pishiradigan qoliplarni o'ziga narsalarni solib tayyorlashni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi kepak. Kepakka biz aptekadan shunaqa korobkaligini sotib olamiz. 6 qoshiq kepakka yarim choy qoshiq razrıhlitel solib, yaxshilab shu quruq massani o'zini aralashtirib olamiz. Ustidan 3 ta tuxum chaqib yana aralashtiramiz. Videoda 4 ta tushib qolgan, lekin 4 ta ko'plik qilar ekan. Ustidan 6 osh qoshiq kefir solamiz, yaxshilab aralashtirib, duxovkaga 180 gradusga 20 daqiqaga qo'yib yuboramiz. O'zingizlar yoqtirgan nachinkalarni qilib, buterbrod, sandvichlar qilib yesanglar bo'ladi. Issiq damashniy baqlajonli ikra bilan вообще zo'r ketadi. Men bu nonni erta tongdan pishirishni yaxshi ko'raman, chunki birinchidan hidi zo'r chiqadi, ikkinchidan kimdir uyga svejiy non olib kelib qolsa, dietamni buzib yormasligimga o'zimga o'zim kafolat bera olaman.